Telegramdagi Rangsiz yillarim kanali taqdim etadi. Xushro'z ko'rmadim onadan tug'ilgandan beri, vafo qilarmikansan ey dunyo bundan nari, qolmagan bir naylayim ko'nglimda e'tibori. G'ariblarga xuddi zindon aylading o'zing, ko'rsatmading bularga hech bir xushro'zing. Ey shoirlar dumni dona dona yozing. Ba'zini juvonondan ruxsat qilding ey dunyo, san deb ko'p chopganding, zahmatin qilding zoya. Manga xusan ey dunyo, jahannam san go'yo. Yoshimni yolg'izding, qachon maqsad yetaysan, butkul kunman sandan, qachon ketarsan, buncha kulgandan ko'ra ol jonimni berarsan. Ishonmasdim avvallar dunyo bevafo desa, bir kun bilarsan dedi biron musibat kelsa, nahang bo'lib xushingni g'aming dunyo esa. Boshqa g'aming yemagan maston bo'lib kezar. Nomad ekansan dunyo, dard ekansan dunyo, sard ekansan dunyo. Ay dunyo mayli menga zulm ber, endi ixtiyor sanda, gar xohlasang o'lim ber. Kattalik kerak emas, o'sha kichik yo'lim ber. Sanga ko'ngil bog'lagan, iymonim sotar ekan, guftingni qilib pul topgan, yo'lini yo'qotar ekan. Inoga qo'miq ishdan butkul unutar ekan. Ko'z yosh to'kma arzimas, bu dunyo ekan foniy. Matlab hushyor bo'lib, do'sti dushmanda tanir. Agar vafo qilsaydi bobo momomiz qani. Bilganlarga bu dunyo qironga arzishi yo'q, mandak bechoralarni bir o'zi xushi yo'q. Ko'ngil bog'lamaganding, aslo tashvishi yo'q. Foni degan ma'nosi oxiri xarob bo'lar, aldanmagining do'stim, sina bag'ring ob bo'lar. Bu dunyo bergan narsa oxiri hisob bo'lar. Telegramdagi Rangsiz yillarim kanalidan aslo uzoqlashmang.